Assalamualaikum. Assalamualaikum saxovatkar onalar, sağlamamısınlar, hurmatli abachilar. Xudo xolasa proyektimize geldik inşallah. Xudo xolasa göresizlar bir maşallah deb qo'yasizlar menga hurmatli abachilar. Yurib turganlaringizni hurmatli abachilar, joyimizni betoni bitibdi hurmatli abachilar yine. Endi hurmatli abachilar, Ivan tarafda yine apalapkalarni qurib hurmatli abachilar bog' paxtasini apalapkalardan hurmatli abachilar qurdik. Buni ish o'rni Zafar akam aytdi, bir ish o'rni ozgina bir qosh chiqarib berasam dedilar. Yine ish o'radim 5 metrdan qosh chiqarib, gan tarafini hurmatli abachilar 30 etib, şu molxonaga barcha zabor o'rnisini quyib berib, mashida mushta hurmatli abachilar hojatxonasini salacakmiz. Hurmatli abachilar, hozir yine bir mashin shibini aldırdık. Bunu pulunu hurmatli abachilar o'shardan bir inson gapsasi 3-4 inson to'ladi buni. Ağzı bir şirkettidan hurmatli abachilar ko'rib turganlaringizni. Endi Xudo xolasa bir yeri ko'rib turganlaringizni yine shibini hurmatli abachilar oz qolgan. Endi bir mashin alacağım sebebi hurmatli abachilar buni şu an barcha tualetlardan onu qo'yilib, keyin hurmatli abachilar içindeki pech onlara quyada oldu. Endi buni az ko'ramiz paralashtirib. Kommentariya yozib ketinglar hurmatli abachilar. Bilsangizda her kata bir pech qurgan yaxshimi, ikki kata bir pech qurib bergan yaxshimi? Bu yerda gazdan bor hurmatli abachilar, ko'rib turganlaringizni. Endi Xudo xolasa agar e'tibor yaxshi bo'lib tursa hurmatli abachilar, İçan tarafından bu yeri atab yine ötüp bir hareketini kılamız. Bize gitken'deki hurmatli abachilar özgarish kirib bilemey yokma görüp turganlaringizni. Bu ülkemizde hurmatli abachilar şu kanına doğru birsem zor gap hurmatli abachilar. Hem hurmatli abachilar qalaversa, o'shardan bir apamiz şöyle gidecek Karakovasını appertile 7 parça hurmatli abachilar hozir ebetda o'qat bilan birga keladigan bo'ldi. Hurmatli abachilar aytmadi demanglar, biri 1800 dona ne gitdi ekan, terüç gitdi ekan. Uni puli hurmatli abachilar 2 milyon 150 ming so'm bo'ladi ekan. Hisob kitob etib ko'rdik. Eğer kimda kim beraman desa hurmatli abachilar, inshaalloh Xudo xolasa shu kun ertaga kelsangiz Mirza ukam shuni o'rtib tashlasa, aslin keyin 1,5 kun stop berib qo'yib hurmatli abachilar stop berib deganda endi bo'lgan ustalar gelmedi, lekin pulni yengni beramiz hurmatli abachilar. Çünkü elimizdeki material pulları şu ustaların hakkısı hurmatli abachilar pulini berishimiz kerak bo'ladi. Biri dokumentini düzüp alınca, dokumenti düzüp bo'lgandan keyin Xudo xolasa hem yine bir ne yangilik hurmatli abachilar, o'shardan bir terbiçi ekamiz, bir mashin terbiçi ekkel beraman debdilar. Bir mut ihsona. Endi qolganini Xudo xolasa usta qilsin, ukamiz usta qilsin, yana bo'lgandan keyin ozozdan kimda kim shu kunini jo'ya olsa terbiçini ekkel beraveradi, xom terbiçini hurmatli abachilar. Lekin hurmatli abachilar, pishgan terbiç 1800 dona kimda kim etperse şöyle üstüne öldürüp koysak hurmatli abachilar yaxshi bo'lardi. Xudo xolasa hurmatli abachilar, ko'rib turganlaringizni 1 2 3 4 5 kat hurmatli abachilar shu delizi bilan hisoblaydigan bo'lsak, dim o'rta holat bo'lgan hurmatli abachilar. Ertaga yurgini hozir bir de qo'hna etib beramiz dedik-ku, bu xonadonga qo'hna on tarafı bani bo'ladi dedik. Hurmatli abachilar, agar yo'q uka banini beradikmi, ibida salib ber desangizlar, hurmatli abachilar bir ham chiqarib beraveramiz ozgina banisini. Bizini evde muşta ish qo'yamizlar. Lekin hurmatli abachilar baribir endi doğru gelinme bilinme. Lekin benim fikrim hurmatli abachilar shu ishonda qo'hnani ishida qo'yib ibida ishon tarafda etib bergan ma'qulmi deyman. Chunki hurmatli abachilar o'zi 3 tane spanli o'rnisi bor. Delizda hurmatli abachilar yozin qishin o'tirmaka imkoniyat bo'ladi. Chunki hurmatli abachilar delizimiz 240 oldu eni. Uzinası 8,5 metr bo'ldi. 18 uzinası 8,5 metr bo'ldi. O'zi fikringizni hurmatli abachilar kompyuterga yozib ketaverasizlar Xudo xolasa. Agar ma'qul desangizlar hurmatli abachilar, bizlarning ham hissamiz desin, shuni ishon tarafda salib bergan insonlar bo'lsa, bemalol ekranda qo'yib qo'ygan kartalarga e'tibor qilib qo'ysangizlar, men shuni ishon tarafdan hurmatli abachilar qo'hna banisini bilan chiqarib berishga harakat qilaman. Lekin bu albatta sizlarning e'tiboringizga bog'liq. Ben çıkarıp verişim. Yo bo'ladi desangizlar hurmatli abachilar, ishini o'zini etib beraveramiz yine. Lekin hurmatli abachilar, bir ukamizda shunda 2 o'g'ilma, 1 o'g'il 1 qizma bor. Endi bir qatında hurmatli abachilar, ikkisi har ikkisi bo'ladi bo'lsa, bir qatına ballari bo'ladi bo'lsa, bu mehmonxonasi bo'ladi bo'lsa, endi yetarli ekan deb o'ylab turibman. Bir qo'hna baniyati bersak ishini o'zinde. Yine bilinme. Endi bu ko'pchilik fikri muhim. Prosta men aytishim kerak-ku. Bunda necha farzand bo'lsa, shunga qarab uyini qurolashtirib yetib berishimiz kerak. Xudo xolasa, yine ko'rib turganlaringizni o'zgarishlar oydi.
Fakat gene hurmatli abaçılar indi. Mirzabek aka. Mirzabek. Xudo xolasa buni keluvchilardan o'rsang, indi bütün haqqı hammasini bir qo'shib chatib aytsan xizmat haqqing aka. Yo'q, sen tushunmading sen. Berib o'rasan qo'q. Masalan 1800 keluvchi ketadi deding, to'g'rimi? Bu. Betonun pulu ma'lum o'zi indi ma'lum ko'p. Masalan 28 metr qo'yatirsan. Bir de 5 metr antra 28 deb turibsa, o'pish bo'g'anacha. Tualeting bilan urib ayt. Bering puli ma'lum chiqib turibdi yaxshi. Xudo xolasa e'tiborga yetib tursangiz, endi Mustafa haqqisini buni aytsin. Xudo xolasa shunga qarab harakat qilamizda. Endi agar hurmatli obunachilar yaxshi yo'llarda ishlaydigan bir insonimiz, bir qalbini degan inson bo'lsa, keluvchini apasa, shuni o'pshi hozir summasini urib aytaman dedilar. Keluvchi o'rgani bilan birga beton quygani, keluvchi o'rgani hammasi ichida bo'ladi. Xudo xolasa. Hem hurmatli obunachilar, akşam ina bu gelgen şibindan 1 milyon so'm qarzimiz kaldı. Bunu 1 milyon hurmatli obunachilar berildi. Hozirgi gelgen şibini puli hurmatli obunachilar berildi. Endi şibine 1 milyon. Endi buni usta haqqisi kaldı. Xudo xolasa. Neden hurmatli obunachilar? Ne bu? Semitdan 1 milyon qarzimiz kaldı. Şunu bersak ajoyib bo'ladi. Semit 1 2 milyon asinkin Mirzabek ukamizning usta haqqisi bo'ladi. Mirzabek ukamiz usta haqqisi bo'ladi ki. Ne bilan birgami? Tuvalet bilan birgami? 21 metrmi? Bir o'xshi bilanmi? Bu joyi nesindanmi? O. Tuvaleting ham aynan 1,5 metr tuvalet ham. Bir yarım bolsa 3 taraf aradan bolsa 4,5 metr oladi şunda. Aytasan mı? Bo'ldi şey. O'zing eng qarasa. 6 milyon 300 ming so'm pul oldu. Va, keluvchi bilan bir. Keluvchi bilan, ha. 6 milyon 300 ming so'm, ha? Ana hurmatli obunachilar, joyi o'zi ekan bo'lgani 6 milyon 300 ming so'm ekan. Bu yon tarafini aka so'ng aytaman quyib bo'lgandan keyin deb turibdi. Yaxshi bo'ladi, unda aytsan ham bo'ladi aka. Ana hurmatli obunachilar, xudo xolasa shunga qarab harakat etaveramiz endi. Qo'ldan kelganicha ihson deb inshaalloh shu ekranda qo'yib turgan şu Mirg'o'da singlimizning kart raqamlariga e'tibor qilib tursangizlar, bu yon tarafga kundan kun o'zgarishlar kattasini ko'rib boraverasizlar. Endi bu yana asta-sekin bo'laveradi, lekin hurmatli obunachilar, buni hozir keluvchini o'rib bo'lgandan keyin 1-2 kun dokumentini to'g'ri aytgancha uspet etsak bo'lar, xudo xolasa pulinglar. Sabrli bo'layotgan. Endi bu ihson masalasi hurmatli obunachilar, bu qachon bitchaki, qachon bu yerlarni topshirishimizni belgilab bo'lmaydi, o'zingiz yaxshi bilasizlar hurmatli obunachilar. Shundan hurmatli obunachilar, shu qo'yib turgan videolarimizni bir ihsonsevar insonlarga bir tarqatib qo'yasizlar deb umid qilaman. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin. Hurmatli obunachilar, sog' omon bo'lgaysizlar.